Vohid aka dastlabki mashina tayyor turibdi aka, buni bir arzonroq qilib jo'natib yuboring o'zimiz obunachilar. Nasib bo'lsa Ilhomjon, bugun soni ham kamroq. Aha. Sifatli mollarni ham soni chegaralangan, bugun kamroq bo'lib qoldi. Xudo xolasa bir labo ketadi. Ha, pasiga joy bo'ladi Ilhom bu. Baraka toping. 26-mart sanasi bilan G'uzor tumani Oqtosh qishlog'iga arzon chekamiz Vohid akamiz oldiga keldik. Akamiz bu safar qo'ylarni sal kamroq olib kelibdilar. Sifatli qo'ylarni obunachilaringiz uchun izlab kam bo'lsa ham topib keldim deyaptilar. Akalar kelaverasizlar, to'qli qo'ylarni mana shunaqa tulaydigan variantlardan, simjullardan qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Vohid akamizga murojaat qilaverasizlar. Qo'yib yuboring aka. 13 boshmidi aka? 13 bosh Ilhom. 13 bosh ikkita qo'chqori bilan, ha? Ikkita qo'chqori bilan. Ikkita qo'chqori ham bor. Xudo xolasa akalar yelin ko'rsatgan, qorin tashlab qo'yganlari ham bor. Ikkilanib qolsanglar shu ikkita qo'chqorni ham akamiz to'qli narxida berib yuboraman Ilhomjon. Olgan odam bir mazza qilsin deyaptilar. Akalar kelaverasizlar. Yebichlardan muammo yo'qmi aka? Muammo yo'q Ilhom. Yebichlardan muammo yo'q. Bo'y baslari 70-75 hisoblab olaverasizlar. Narxini ayting, oxirgisini to'xtaganini ayting qani? Narxi Ilhom endi men aytganim bo'lsa 4 million 400 bo'ladi. Dastavkasini qilib beramiz. Aha. 4 million 300 dan o'zlari kutsa bo'lam. Oxiri tushadigan, bo'ladigan narxni ayting. Ilhom, bo'pti, uy yaqinlar ham olishi mumkin mendan. 4 million 200 mingdan taqalgan narxi o'zlari kutsin. 4 million 200 ming so'mdan akalar oxiri dastavkasini mayl alohida kelishamiz. Mashinadan muammo bo'lmaydi. Narxini kelishaverasizlar. Pastda Vohid akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Shoshilib qolinglar do'stlar.